بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 136 باب باب سخاوة النفس سخيlik nafsning saxiyligi 276 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Laysal ghina an kasratil araf, walakinnal ghina ghinan nafs." Boylik bu savdo sotuv molini, matoni ko'pligidan emas. Boylik bu nafsni behojatligidan. Ya'niki nafsi to'q bo'lishdan. Nafsi to'q bu boy odam. Lekin ochko'z bo'lsa-chi, dunyoning hammasini to'plab olganda yana ochko'zlik qilaveradi. U boy emas. Boylik bu nafsni boy bo'lishi, nafsni qanoatli bo'lishi. 277-hadis Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Xadamtun nabiyya sallallohu alayhi va sallama 10 sinina. فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته. Saxovatun nafs payg'ambar alayhisolatu vassalomda qandaqa bo'lganligini Hazrati Anasni mana shu hadislaridan ham bilib olsak bo'lar ekan. U kishi aytadilarki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamga 10 yil xizmat qildim. Shu muddat ichida u kishi biror marta menga uf deganlari yo'q. Nima shu bir haliga yoqmaydigan nafas olishni ham qilmadilar deydi. Uf demadilar. Xo'p, bir ishni qilmagan bo'lsam, nimaga qilmading buni deganlari ham yo'q. Bir ishni qilgan bo'lsam, nimaga qilding deganlari ham yo'q. Yani o'zlarini xodimiga bo'lgan munosabatlari shu. Demak, saxiylik, saxovatun nafs shu darajada oliy bir holatda bo'lish kerak ekan. Injiqlik, bo'lmagan narsaga qo'l ostidagilarni urishaverish, so'kaverish, o'zi qil deb qo'ysa ham qilsa nimaga qilding deb qiladigan holatlar mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsalar ekan. Shuning uchun mo'min musulmon kishilar doimo demak nafslari saxiy bo'ladigan bo'lib borishlari nihoyatda yaxshi ekan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan Imom Buxoriy rivoyat qilyaptilar. U kishi aytdilarki, kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam rahiman va kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana 'indahu. وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam juda rahimli odam edilar. Kim oldilariga kelib bir narsani so'rasa, bo'pti, xo'p deb va'da berardilar. Va'da berish bilan birga o'zlarining huzurida o'sha odam so'ragan narsa bo'lsa, shuni berardilar. Bermasdan qo'ymasdilar. Bir kuni namozga iqomat aytildi, takbir aytildi. Rasul Akram alayhissalatu vassalam turib namozga o'tishga ketayotgandilar. Bir a'robiy, sahroviy arab odam kelib, kishini kiyimlaridan ushlab to'xtatdi. To'xtatib aytdiki, "Meni ozgina hojatim bor. Hozir esimdan chiqib qolmasin deb qo'rqyapman. Meni hojatim bir eshiting" dedi. "Bo'pti" deb haligi odam bilan turib, u gapini gapirib bo'lguncha eshitib hojatini chiqardilar-da, keyin enaga borib namozni o'qidilar. deydi. Mana shu yerda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni demak bir saxovatlik odam ekanliklari, nihoyatda mehribon odam ekanliklari,
nihoyatda rahmdil shunaqa kishilarning hojatini chiqarishga rag'batlari yuksak darajadagi zot ekanliklarini, agar boshqa odam bo'lsa to'xtab turib namoz o'qib olaylik deydigan holat, lekin o'shani ham aytmasdan bo'pti mana hojatingni ayt deb odamlar kutib tursa ham haligi odamni hojatini chiqarib qo'yib keyin namozga borganliklari bu yuksak bir odobni demak namunasi hisoblanadi. 279 hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinar ekan. U kishi aytadilarki, ma su'ilan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam shay'an faqala la. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nima, qaysi bir narsa so'ralganda yo'q deganlarini eshitganimiz yo'q. Doim xo'p dedilar, bo'ladi dedilar. Ya'ni Jabir ibn Abdullah katta sahobiylardan, payg'ambarimiz bilan doim birga yurgan odamlardan hisoblanadilar. Demak, u kishi umrlarida u kishini Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallamni birovga bir narsa so'raganda yo'q deganlarini eshitmagan ekanlar. Bu ham payg'ambarimizni saxiyliklari, kishilarga mehribonliklari, ko'pchilikning hojatini chiqarishga doimiy ravishda rog'ib bo'lib turganliklarini dalolati hisoblanadi. 280 hadis Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ma ra'aytu mar'atayn ajwad min Aisha wa Asma. Wajuduhuma mukhtalifun. Amma Aisha fa kanat tajma'u ash-shay'a ila ash-shay' hatta idha kana ijtama'a 'indaha qassamat. Wa amma Asma fa kanat la tumsiku shay'an li ghadin. Abdullah ibn Zubayr bu Hazrati Oyisha onamizni opalarini o'g'li. O'sha kishi juda bir ulug' kishi bo'lganlar, Abdullah ibn Zubayr. Bu kishi Madinai Munawvaraga musulmonlar hijrat qilib kelganda bir muddat endi hijrat, qochib yurish, boshqa dushmanlarni, kofirlarni tazyiqi bo'lib, ta'siri bo'lganda musulmonlar muhojirlarni oilalarida bola tug'ilmay qolgan bir muddat. Shunda Yahudiylar gap tarqatishgan Madinada, biz Muhammadni va uni sahobalarini sehrlab qo'ydik, bular bola ko'rmaydi deb. Shunda birinchi mana shu Abdulloh tug'ilganlar. Rasululloh juda xursand bo'lib, o'zlarini tuprklari bilan tag'nagini ko'tarib, nomini qo'yib boshqa qilganlar. Keyin ham ulug' bir sahobalardan bo'lib juda katta ishlarni qilgan zot. Shu kishi aytayaptilarki, man Oyisha va Asmochalik saxiy, qo'li ochiq ayollarni dunyoda ko'rmaganman. Oyisha xonasi radhiyallohu anha, Asma onasi. Ya'ni onam bilan xolamdek qo'li ochiq ayollarni dunyoda ko'rmaganman. Endi deydi, bu ikkovini qo'li ochiqligi, saxiyligi ikki xil edi. Oyisha narsalarni to'plab turib bir me'yorga yetganda birdaniga hammasini taqsimlab berardi. Asma bir narsani o'zida ushlab turmas edi. Qo'liga tushdimi, darrov berib yuborardi. Ya'ni u ham bir uslub, bu ham bir uslub. Ikkovi ham saxiylikni namunasi. Mana shu narsani ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislarini orasiga qo'shishi, chunki bular payg'ambarimizga eng yaqin kishilar. Oyisha onamiz ham, Asmo ham, qaynisingillari. Demak, mana shu narsani payg'ambarimizdan o'rgangan bular. Shuning uchun katta sahobalardan shunday qilib rivoyat qilsa, hadisni o'rniga o'taveradi. Chunki bular payg'ambarimizdan ko'rganini, o'rganganini qilishadi degan ma'noda. Mana bu demak rivoyatlardan oladigan xulosamiz, demak siz bilan biz ham Rasulullohdan, katta sahobalardan o'rganib, saxiy bo'lish, birovning hojatini chiqarish, birov bir narsani so'rasa o'zimizda bo'lib turib yo'q demaslik, yoki yo'qni o'rniga bir muloyim so'zni ishlatib va so'ragan odamni xafa qilmasdan qaytarish o'zimizda yo'q bo'lsa ham ma'nolarini o'rganishimiz kerak ekan.